Endi mana 1.6 Mana Jetour 1.6 motor. Mashinam korobkani yog'ini almashtiryapmiz. Mana yo'q. Enasiga kirib ketgan tikkalay. Mana ustoboni o'zi, bacharasini ham ko'ringlar. Mana vaqtida almashtirmasam pizis bo'lasan. Mana yo'q. Vaqt alishtiringlar, ertaga tortinglar. Mana 50 ming yurganda keldim ustoboni oldiga. Biz 35-40 mingda kelishingiz kerak edi. Hozir endi yangisini ko'rsatamiz. Mana nimasi qochib qolibdi, to'xtang. Ushlamayapti. Mana ko'ring aka. Tak Mana filtri, korobkani filtri. Bu har safar korobkani bo'yalishganda olishadi. Mana kallalarni ishlatinglar. Mana bunday 1 litrlik yog' bo'lar ekan. Originali mana shu ekan. 250 ming so'm turar ekan litri. Buni 180 minglik ham bor ekan. Mana 5 ta ketadi ekan. Mana 5 ta ketadi. Mana agar xohlasalaring mana shtrix kodlargacha bor, как положено originalligi. Shtrix kodi bilan ko'rib olinglar. Ertaga abbo deb qolmanglar. Prostoyni olib qo'yib.